Vatan. Bu yorug' olamda umrguzaronlik qilayotgan odam borki, vatan degan ulug' tushunchani muqaddas deb biladi. Demak, bu muqaddas makonni sevish, uni e'zozlash, ulug'lash har birimizning asosiy vazifamizdir. Shu sabab olis suxta ham yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat, vatanparvarlik hissiga bo'lgan munosabat, ma'naviy dunyosini yuksaltirish, ularda insonparvarlik fazilatlarini tarbiyalash, harbiy xizmatga tayyorlash maqsadida vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida harbiylar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tumanda xizmat vazifasini o'tayotgan harbiylar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, qurol-yarog' ko'rgazmasi, qul jangi namoyishi yoshlar qalbida vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish barobarida ularda kelajakda harbiy bo'lish umidini ham uyg'otdi. Mana bugun bizni So'x tumanimizda vatanparvarlik oyligi munosabati bilan festival o'tkazildi. Men ham shu festivalda ishtirok etdim va harbiy akalarimizning chiqishlari, qurol aslahalari haqida yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'ldik. Mening qalbimda vatanparvarlik hissi va kelajakda harbiy bo'lish orzusi shakllandi. Tashkil etilayotgan bu kabi uchrashuvlar chinakamiga yoshlarda vatanga sadoqat va muhabbat tuyg'ularini kamol toptirish, ularning harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Namoyish etilgan ko'rgazma esa yurtboshimiz rahnamoligida yurtimizda har tomonlama puxta tayyorgarlikka ega, ixcham, tezkor, zamonaviy qurol-yarog' va harbiy texnika bilan ta'minlangan qurolli kuchlar tashkil etilganligiga yana bir marta amin bo'ldik. Mana bugun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab bo'lib o'tayotgan vatanparvarlik oyligi dasturida So'x tumanimizda ham vatanparvarlik milliy yuksalish kafolati shiori ostida vatanparvarlik festivali o'tkazildi. Ushbu festivalda harbiylarimiz o'zlarining qurol aslaha ko'riklari hamda chiqishlari bilan xalqimizni, yoshlarimizni xursand qilishdi. Bugungi kunda yoshlarimizni ko'zlarida quvonch, vatanparvarlik ruhida shijoat bilan o'tirishibdi. Ushbu kun bilan 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan barchani chin qalbdan muborakbod etaman. Tumandagi harbiy qismlarda ham bu kabi uchrashuvlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar davom etmoqda. Jahongir Sobirov, Faridun Parpiyev So'x tumanidan tayyorlandi.